Assalamu alaikum tordaşlar. Yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün azıraq ortaqlaşaylı. Bu yaqında beri chet eldan vatanga qaytayotganlar temisi bek oynab ketdi. Tünögün bana Germaniyadan bir singlimimiz gaqibdi. Anadagin Avstraliyadan qaytgan vatanga. Anadagin Amerikadan qaytgan, qaytmoqchi bo'lgan lamıcıqqa, qaytqan lamıcıqqa anadagin viza alamiz deb turib, barmoqchi bo'lganda hökumatdan oladigan bir Xitoy konsulining talabi bo'yicha hökumatdan oladigan bir qog'oz bor ekan, isbot. Shu isbotni elish uchun hökumat organlariga kirsa, munda debdi. Agarda sizlar Xitoyga qaytsanglar, qaytib kelishga ko'zinglar yetamdi. Eğer közünler yetse basanglar buludu, bu musun muşundaq vaqtida qanda barsızlar debdi. Ma ayni gepini sizlarga depedim. Anadikin bu singlimiz qo'pib qaytib chiqdimada, lekin bu narsani sizga deb qo'yay dedi. Ma birinchisi, anadikin ikkinchisi berib kelganlar. Bir qancha berib kelganlar, bir qancha o'xshamagan odamlarga degan so'zini men sizlarga misol qilib beraman. Özüne ait yaxşı yutadigan bir nechisiga mundaq debdi. Badim borgandan keyinla shu Beijingda uddul tekshirishga, so'zlashishga akir ketdi debdi bu bir. Anandan Urumchiga qaytdim. Urumchidagi aerodromdami ashtaq necha kunlik nimenin aldıda hem de aşağı uçuruş boptu 8 saat aşağı aerodromda turuptu. Ondan keyin uyga berip 3 gün uyga bargandaki 3 gün aşağı nimeninki mahalle saqchisi demdik. Aşağıdan şehirlik saqchiga chaqirtib 3 gün ügünüştü oldu. Bu yaqin adamlarga degan gepi. Anadikin o vatanda degan xomishlik kesili, o bu deganda kasallikdagi odamlar beshchiqlab ketibdi, har xil besimlar eg'irkan degan gaplarni debdi. Lekin yaxshi o'tmaydigan, ancha munosabati mundaraqlar bo'lgan odamlarga degan gapi bo'lsa, dal uning aksi. Voy baxtiyorlikka, voy baxtlikkan, voy hech qanday ish bo'lmabdi debdi. Ankin Avstraliyadagi bir e'lon qo'yib, yana yaqindan birsiga yana debdi, aylig'ida o'xshash. Voy, qilmanglar bizga, bunda qilmanglar deb turdik-a, odam rahatsız bo'lib qoldi-a, shuning uchun boshqa yerlarga berib o'ynab, qaytib keldim, puh yegandek chiviya olgandek bo'ldim debdi. Yana ba'zilariga voy, baxtlik bundaq nimasini so'zlashga boshlabdi. Anadikin 3 kunlik o'ginishda nimalarga qo'l qo'yganligini demabdi, lekin bir narsaga qo'l qo'ydi ekan degan gaplarni debdi. Mavu endi sizlarga deb berganlarim, anlaganlarimni. Chet eldan vatanga qaytayotganlar jiq. Nima uchun qaytayotdi uni bilmaymiz. Toplashib, masalan, Norvegiyadan qaytib o'tibdi, Gollandiyadan, voy, mushu ishni qamabdi endi qaytmayotganlar, viza elib deganda. Siyosiy panohlik tilaguvchilar. Men siyosiy panohlik tilagan degan gapni o'chqashqar degandim. Bütün dünyada cinini vaqama biz kelgan petimchilar aerodromda siyosiy panohlik tilaguvchilarning birisi men. Lekin jiqlar jinini jon etamagan chaqda u bu davlatlar kelib siyosiy panohlik tilab uni yushirdi ekan. Lekin yushagan bilan Xitoy bilmay qolamdi. Anadagi mening tuqqanim qani, tuqqanim qani deganlar viza og'ini yomon qiziqarli ish bo'pti. Ba'zilarinikini ivatib qo'yibdi, kulgimga ketdi. Anadagi mushu da'voning ichidagilarninki, jiqlarninki, bag'allarninkini ne orqali bag'an, O'rta Osiyoga bordim deb qo'yib o'tirib, nega bordi o'zinglarga ayon. Anadagi neliqi voy, siyosiy panohlik tilaguvchilarning tuqqanlarini mundaq qiladi, o'zini mundaq qiladi deb turib, mundaq bir haykırlar orqali mundaq bir hujjat chiqdi, mundaq chiqdi. Xitoyninki qonuniy hujjatlari u bu degan odamlar endi kelgan chaqda tez dilda 360 gradus mayoqqa o'rilibla, nima degani boshladi? Vatanga beringlar degan gapni tashviq qilishga boshladi. Mana o'ylab baqsanglar,
Bu nima uchun? Mushu Tibetlar nima uchun ashtaq ishlarni qilmaydi? Tibetlarning orasida ayliqi vatanga boramiz, Tibetga qaytamiz degan gaplar yo'q. Anadagi xuddi bir Dalai Lama bizninkiga boshbaqan bo'ldigandek Dalai Lamanikini chiqarib so'zlab qilib ketdinglar. Shunda g'idig'im ketdi. Tibetga qaytamiz degan hikoyasi yo'q. Ne tetkisizliklarni ko'rib tursaqmi, bilib tursaqmi, faqat zuvan chiqarmaslikqa biz o'zimizning ishini qilaylik. Moş tetkiksiz məxsus aşı bir tema chiqirib paytimirak bir nimalarni yezib, zehninglarni chachirgan narsalarni qilib ashunda qilib o'ltirdi. Bir aşı xuddi butun dunyoni men boshqarayotgandeklar hamma odamlar degan, "Voy, moş Zumrat Tursunning andaq odami, voy Zumrat Tursunning andaq odami" edi. Biz vatan temasida, mustaqillik temasida bir yerga kelgan do'stlar, sabdoshlar. Ularning kallasini men ariyatga olmagan, mening kallamni ular ariyatga olmagan, o'zlarininki fikr erkinlik bo'lgan ekan, dunyo butun xalqaro boshqa davlatlarda, u yozadi. Nochi olsang, qaytursa javobni. Lekin o'ngtatib tillamaysa, vatanga berayotganlarnikini qo'llagan bo'lsang, u o'zining shaxsiy ishi, bizning ko'z qarshimizni ifodalash huquqimiz bor. Bervatsizlar deganlarnikini O'rta Osiyo orqali kirganlarnikini garchi bilib isbotliq O'rta Osiyodikilarnikidan isbotliq videolari narsalari tushsimi, biz faqat u to'g'riliq bir tal inkos bildirmadik. Bizniki ishonmaydigan bo'lib ketgili navaq emas, butunlay ishonmaydi Uyg'urning da'vosi. Chunki biladi, har bir davlat qanday bir tilamchilik pul tepayotganlarni hammasi biladi. Qaysi tarafga qarab ishlayotganlarni unimi biladi. Dunyoning siyosati Xitoy qarshi bir vaziyatga kelgan vaqtida u sizlar hech nima emas, hech qaysi sizlarni bir tilamchi qatorida bildigini aniq butun dunyo. Anadagi neliqi yaqinda bir narsani bir faoliyatga bizning bolalardan birisi qatnashganda Tibetlar qatnashibdi. Anadagi Xitoylar qatnashibdi. Ashadimi Xitoylar degan biz degan ondaq jabat chekyapmiz. Kishilik huquq faoliyatchilarini mundaq etib bordi, solib etib bordi. Shuning uchun bek jabat atyapmiz. U Xitoy qaytish mumkinchiligi yo'q, bizni qutuldirsanglar deb turib, ziyonkashlik uchurg'ichi qatorda Xitoylar guvohlik beribdi. Bizning bolalarimiz shu isbotlarni, narsalarni ko'rsatgani, bu narsani biz faqat ko'rib baxmabdi ekanmiz, hayron qoldik deb hayron qoldi. Chunki uni degan 3 oy tayyorlik qilib aran tugatgan narsalardi. Lekin hali duttachilib, dopchilib o'ltag'anlarga bir savol qo'yib baxmadinglar. Tibetlarning duttachilib yoki ularning o'ziga xos bir an'anaviy biraz nimalarni sozlarni chelib usul o'ynab chiqqan hech kim ko'rganmadi-ku deyman. Shaxsan men ko'rmadim. Lekin bizninkilar ashta qila oladi. Nima uchun? U non tep yeyish uchun. Har xil o'yinlar chiqib vaqti uning bir ratal savol qo'yish degan narsa mavjud emas deb jihla ashtaqlaydi. Chunki ular shu sabtiki odamlar. U xahnikini yegan, xahnikini olgan, do'stxondosh, karvatdosh, sabdosh, hammadosh, tijoratdosh, ya'ni chek bir mo'ji doshlar bo'lgandikin, ular mumkin emas bir yerda bir nima deyamaydigan, qilmaydi, bir yerda mangadi ular cho'qimlar. Qotil bilan yashaydi, qotilni qo'llaydi. Xuddi Abdumet Tursunning jiq hujjatlari, amnestiyaning torbatlarida endi xabar torbatdan tutib uçur, hamma narsada bor. Abdumet Tursun to'g'riliq men so'zlab bo'lgan. Uning bilan bir qator ashunda qotillik voqeasini olib borgan odamlarni hammadan biladi. Sizlar bilan hamda uningga tijoratda u jiq Oyshadan eliq olib borgan pullarni uningga buningga do'narxona ichib berdiganga yordamlashgan bo'lganki g'im qilolmaydi. Kekiribmi qo'yolmaydi. Ashtaq. Da'vo degan nima? Aldamchilik. Shuning uchun bu bugungi keldik hamda.
Hem de hazır senin dinindek bulmay kılıp Xitayning ahvali, ticaret, qandaq olib ketib bardı. Bütün dünyanınki xalqaralıq çoğ karxanlar hemmisi ticaretini elib çıkıp bardı. Məbləğini qaytırıb kevadı özünün dövlətlərə, öz turuşluq dövlətlərə. İtaliya Xitay bilan shunchalik yaqin holatdami bir balvoq bir yo'lninkidan biz qaytib chiqdik deganni anglayapsizlar xabarlarni yoki Xitoyning xabarini anglamasizlar ya maqtaydigan xabarlarni. Xitoyning iqtisodiy nihoyatda cho'kib ketgan holatda. Ishsizlik nisbatining eshishi, anadagi Xitoy virusi vaqtidagi shu ahvollar, chiq odamlar bankada pul qolmay, xalqning pulini, banka qo'ygan pullarni og'ili bo'lsa, bankadan pul chiqmay degandek ishlar bo'lyapti. Elaq Çingan vaqasi deb turib tashqi ishlar ministrining u bir harbiy o'zgarish, anadagi siyosiy o'zgarish, jiq o'zgarishlar bo'lyapti deb turib jiq bu Xitoyning to'rbitidan nas ko'mayman, ha? Xalqaradagi jiq xabarlardan tahlilchilarning, siyosiy yo'llarningki ko'z qarashlarini, tahlillarni anglab baqsangiz jiq narsalarga erisha olasiz. Xitoy cho'qim parchalanib ketadi. Cho'qim parchalanib ketadi Xitoy. Hayran qalasa Xitoy parchalanib ketadi. Bizning maydonimiz haddidan ziyoda iniq ballar bir yerda mengayotgan ballar. Agarda salla laylab qolgan yoki biroz bir qandaqlarnikini biz tezdan o'zimizni daldiga olamiz. Xuddi ayni vaqtida men shu ekranni ochib, jiqlarni so'zlashga qilgan chaqdimi, o'rinlashtirgan chaqdimi, men u vaqtda odamlarni tonimaydim. U vaqtda degan oppoq bir qog'oz betimchi kirdim, bu ajoyib narsalarni ko'rdim, bara o'rgandim, tirishdim, anadagi do'stlar bilan uchrashdik, do'stlar bilan tang izdandik, tirishdik, bugunga keldik. Ondan keyin bunda odamlar aslida chivinolashgandek to'satdili olishib qilish bekor emaskan degan narsaga biz baho berdik. Ham nihoyatda ehtiyot bilan mangdik. Jiqlarninki shundaq rasvo nachar ishlarni bilib tursaqmi, biz davoga bek cho'ng ziyni bo'lmagan odamlarnikiga mayli iningninki rasvochiligini o'zingga to'g'rilamay, o'zingning rasvochilik karvat tashlashingni biz o'tirib chiqolmay degandek odamlarnikiga qiyirsining qiyirchi, yoshlarning yoshi hozircha mushtaq nim qilib keldik. Jon boqadiganlarga ular deb turib, bek zo'r ziyon ekanmagan odamlarnikiga biz ko'z qaramas solamiz, lekin hamma narsalarni to'plab mangdik. Jiq holatda o'ylayman, mush Turkiyada jiq ishlar bor, masalan mush jinsiy tajovuzga uchragan, anadagi o'ldirilgan degan narsalarni. Eng oxirgi shu odamninki bir ovozini, bir ovozga nimasi bor ekan, to'qmog'i evatib qo'yib ketgan. Nimishki o'zingiz chiqib ashuni qo'ymaysiz, ham Turkiyada o'ldirilib ketaman deb boshtaq dedi. Lekin o'ylab beqinglar, har qanday ishlar bo'ladi, o'zingma chet elda turib, o'zingni qo'g'diyolmagan, o'zingni yeningdagi ash billa mangan yog'anda manqonni qilib duo qilib qo'yib o'ltag'ining bilan ashning igi chiqolmay yana jimjit bo'lib ketganinglardanlar, sizlarning qanchalikliginglar 5 qo'ldek ayon bizga. Allah qilib qo'ydik. Bu dunyodagini Allah qilib qo'yamsan? O dünyada hesap alıdığı kıyametdə. Aşı Allah'ın hesabıdan qoqqan bolsan, bu işlerini qılmaysa, hem köz qulaq bolğan adam çıx nəsə isbatlarını bilib durubmu zuvan çıxamay oltamaysa. Heç bolmanı başqalar arqılıq zuvan çıxırışqa tirişsə. Mağa ivet qoyub dikəndə qalğan toluq nüsqalarını ivetkən vaxtında mən toyğa qoyub vermədim. Çık adamlarımı deydiken muşu vatanın sırtıdaki muş aldamçılıklarını yalganda muşu meyli atlarının mı çıktığı oturga onunki başka dinle itaat kıldığını hemimiz bilerdik vatanda vaxtımızda. O hazır tosatın yeni bir çıkıp yeni bir çıksın oxşaş işler, oxşaş məzmundaki işler başında tekrar neyi verdi? Herkes özgürüş bulmaydı. Fakat məzmun cəhətdə azraq özgürüş buldu. Personajlar biraz özgürüşüdü. Şunundan başqa həmmə məzmunlar oxşaş təkrarlandı. Əgər azraq izlənsən bütün torda həmmə nəsən ətdi bəşirən bax. Uyurlar onunki.
Mayli Birleşken Devletler Teşkilatı'na verip yalgan guvalık verginin var mı, yalgan işlerin var mı, hemmisi endiq turuptu. Fakat bir şair çıkıp, bir yazgıcı bir kitapını yazıp verip, emniyet Xitay nemi, qaysı nesini tekşürmeydi, Xitay diyen Uygurcu bildiğin, ne şivələ, Uygurcu bildiğin Xitay, ne milletler var, ey. O neşriyatta onu kömey oldurup bazağı selinmaydı. Selinmaydı. Fakat şu banada bir muncu Uygurunu kırdı şu. Şununla sebep bulup gelgen. Onu anandıkken biz diyen oy dep durup kötürümüz. Anandıkken bir ölüp kalgan biresini birden dedi nozgum qoğuştu sizler. Yani ölüp kalgan Ervosu Abdüxalıq Uygur'u qoğuştusak kusvitte dep kalımen ey. Şeytanlar en ahırkı minutlara kelgen çağda bir iman etip kalamdı. Yak Allah kalbigi salamdı. Bazı neslen töküp saldı ki. Töküp salgan çağda anandikken onun ölgemey ölüp kaladı iken. O ölgenige dair neslerini o bola köz karşını anlığanlarını anlığan bitimce anlap boğan diken onun karta köz karşılarını sözlüsüler çıdımay sekreysiler. Çünkü yalğanı künüp kalgan bu kulak, kalp, özünün içilip kılışının endişi işçide anadaki tezdili mandak boğulup anadaki mala tülüdü, Allah andak kıldı da ölgenler cimiyet sumamdı. Ölgenlerin közü uçuk gitipti. Şunun için ançımınçı yazıp koymagan bilen bomaydı. Biz özümüzdeki burcumuzu ada kılımız dep durup kılıdı. Men xaqnınki kontrol kılmayma hiç kimden kallısını. Hemen es üstümüzde Allah ba. Lekin Xitaydan parçalanıp ketadigan aniq. Shuning uchun sen qo'rqib titrab turvatsa ham ishonmaysa Xitaydan parçalanıp ketadiganiga. Eğer cinsi tacavuzga uchirgan deganlarning kimi behchiq narsani ivetib sizlar mishagli qistirib o'tay oxirlashay degan vaqtida Ahmedan. Hamma narsalarni ko'rdim. O'zinglar chiqib so'zlanglar. Men chiqiray, unadiki men so'zlasam bo'ladi. Uyg'urlarda cinsiyet terbiyesi kamçıl boğalık için haya dep oturup bunu ilim katarda sözlemegenlik için oğallarının mı küçük kızların aşı oğallarının kolu koyup mu iş çıkınınlar varken anadikin aşı nimelerde Kur'an mektep diğerlerde oğlunları çekilip koyganlar varken kızınları çekilip koyganlar varken onundikin ana cinsi tacavuzcılık uçurap oğallar onu apırıp nikah okutuplar cinayetçini ahlaplı koyup siler. Anadaki o kopup neçe aydınki xotin qılmay akep beripdi 13 yaşlıq 14 yaşlıq qızınlarını. Endi bu nərsini mən nəq meydanda yox. İspatlarını ivetipsizlər, videolarını ivetipsizlər. Şundaq saxçıları berip aş işlərinlarını aşındaq hal qılanlar. Bir xanım qıvatıdı özünün qızınınkini. Şunda yaxşı qıldı o işlərini. Şunun için özünüz qilib, qanun arqılı qoğdunun. Balınızga özünüz iyi bolun. Mesela men sizlerge bu yere çıkıp depberginin bilen qaqlak o şimdi jariyanga qiziqidi. Jariyanga gepki bek amrak. Şunun için topladı orada kapışıp oldurduğalarının jıq buluşu mu? Şunundan. Bir top koyulan jığıvası aşağı ders ötüp oturduğu siyasetçi dep, bu dep Qusvet gidek de, bazıları tallap ivetip koydu. Şununla sizler o özanlarına o işini eğer de hicalet bolsanlar, o vaxtada kanunu izlep boğan diken anadaki neticesini elan kısanlar buldu. Ben elan qıp berime. Lekin onun aldı da hem de ben sözlüsem o doğrumaydı sizlerin şahsi işinler o. Apı oğan adam balağa çokum iyi oluş gerek. Dadı oğan adam mı tepişkıla iyi olmay balağa iyi buluş gerek. Ziyankeşlik uçurgan kezdiler onu çokum kanun arkalık bir taraf kılanlar. O Türkiye'de mi degen ballarını, anı ballarının saklığını saklaş, cemaat, hem zaten toluqu kanun tüzüm mükemmel bir boğan devlet. Aşağıda el kılanlar. Ütüp ketmeydiken. Kichik bo'lgandikin hozirgacha quromiga yetmagan qizlar bo'lgandikin o'sha 2 yilning ichida bo'lib ketgan ishlar nima degan rasvochilik anandikin o'zinglar shu vatan qolib qolgan erlaringlarning bolalarini shu uyga patquzolmay boshqa millatga to'y qilgandikin patquzolmabsizlar dedim. Endi uyg'urlarga tekkan bo'lsanglar har qancha bir nachar uyg'ur bo'lsinmi endi burungi erning bolasi shu turmada tema er dadisi deb o'ltirib bolam deb turib onda öy patqızmaydıqallar Uygurlarına işçide kam uçuraydı dep qarayman men.
Hem de Türkler bilen toy qilganlar varken o yerga patmaptı ballarınlar apırıpla o yerga bu yerga baqqıla verip aşı aylık qarapma qo'ymay aş ballar. Nima degan uvalchilik ahirken manda ishlar chiqqancha hayotingda sen hozir bir mezgillik xo'shallikni izlab, ayollar, erlar bir mezgillik qisqa muddatlik xo'shallikni izlab, ballariңlarni yuk qatarda bilib turib sirtqa işte baqqıla verib, u yerga bu yerga qilib, onun derkini olmay qilganinglar bilan bir umr yig'laysizlar. Mushunga o'xshash. Bir umr yig'laysizlar. Ballarning dardini tatishni Alloh nasib qilmasin. Agar sen ashuna ega olamading, shuning uchun bu shuniki yig'isini umr yig'laysa. Bir erishib qolgan qiz va birsi varkan, shu bosqinchi jinsiy tajovuzchilik uchrab, qizga ega chiqmabdi apsi, ana degan nikohlab qo'yibdi uni, necha oydan keyin akab qo'yibdi. Shuning bilan bu bola kaladan ketib qolibdi. Kaladan. Oy, deb turib o'zini shapalaqlagan bilan ashundaq. Azroq bo'lsin o'zinglarni bir kuchaytinglar, onalar. Kuchaytinglar. Tug'ibli qo'ysa hisob emas. Çetelge çıktın gelse, vatan üçün çıktık, hicret kılıp aktık. Oyey, mançılın yalık. Özanlar ayacanlıp, belki eyne karıp sözlemsizler ki bilmeyme, ayacanlıp gitip belki onun özan. Artistler özünki bekerek vayık yetkizip oyundum, bu rolünü muşundak vayık yetkizip aldım demdi o adam. Şunun olan bu işinip kalgan oşaydı, özünün diginiga öz işinde kabuk kalgan oşaydı. Qeyrindaşlarım, çetelge berip nime çetelden vatanga qaytayotganlar, şu bu nimege köşmeler idarasiga kirib michildab yig'ilgan vaqtdan nima degandan andan keyin hukumatning oldiga kirib qaytib kelalamsa ko'zing yetamdi debdi. Shundaq bo'ldi-ku. Andan keyin ba'zilaringlar bir chaqladi menga men yana 2018-19larda voy men ko'chmelar idorasi ishlayman deb Kanadadan, mush Amerikadan, Avstraliyadan mush deb ketadi. Xotinlar telefon urib og'zingni yum, men onda ishlayman. Nuri Turkalninki men mundaq dema, onda dema deb ketadi. Shunda g'idig'imga ketadi. Endi yaqinda bir siqib menga neçə gündən aldıda bir qıtım degəndi. Ya bir ayının aldıda nimede Amerika'nınki şu CIA'nınki məbləğ səpdi, FBI'nin məbləğ səpdi palan bizning davaga, şunun üçün palançı degen bək pullar o gitibdi, palançı bundaq o gitibdi deb. Sizlər aşda da boyut otamda demədi. Əgər də Amerika hökumətinin yoki qaysi davlatdan mablag' sağgan bo'lsa to'g'ri chiqib demaysa. Bak kulgim ketgan mushtam otamsizlar sal bir ishga varaq bir nimani o'qib etib, qonunlarni o'qib etib, anandan keyin assangmi ulgursa o'ylaq bo'lani. Juma qarindoshlar azroq Allohni ishlasanglar har qanday narsaga javob chiqadi. Bəzi nəslərə əmdə torğa bizning dostlar özləri çıxırıb qıvatıda çıxarmaqlar, sən mi çıxırıb qoyda uqturub qoyaylı, mındaq yolğancılıqlarını edib durub deydi. Anadikin qopub bunu anadikin hər xil külgün bəkə kütüdü. Əliqə içilib qilishdən əndiş qıqan adamcı şu başqa adamdan rast gəplərdən qoqudu. Rastla, bəzi adamlar sualdan qo'rqadigan, bəzi adamlar javob berishdan qo'rqadigan. Xuddi xalqlarning karvatdoshlari u bularni haq ovozga, videoga olib qo'yganga o'xshashli ishlar. Chunki o'zinglar shu dardinglar bo'lg'ashqa bir kunlarda bir ish bo'lib qolgan chaqda shu o'zining ichilib qolishini andish qilib, boshqalarnikini olib qo'yibdi. Lekin u narsa ta'limimizga bizga bagini, u odam o'lib ketganlik uchun ba'zi narsalarni baganda shuni ulanmasa ko'rib o'tiribdi va mush qerjadığı mişinip oltadınlar, pala yerler, indigenous people diyorlar ki, oy Xudayım resvacılığınla, ölüp geçsen mi, yani birim bolsan mı, eyleme xaqla, bazen neslen ep koyğunu biz üçün təlayib oldu. Aşlarına şu tercüm qılıb, rətlab, berələyimiz də, hem bəduq, açdaq. Şuna bəzilərsə, əgər də meydanın iniq olsa, biz hech qanday adamga bizning ziynimiz tegmaydi. Chunki biz da'vodan pul topmaymiz.
Tavadan pul tapmaymiz. Aşağılıkı Tibetnikini aldığı oturga taşlap oturup şununda sözlep ketkendi Tibetlikler manda kıldık edip. Tibet'nin müstakilçileri ayrım. O Dalai Lama degen bir dini erbabı ulanınki. Xuddi onu biz başbakan qılımız deganmi ki, Xumudum aşını qıp turib təhlil qıp sözləb qıp ketdi. Sana ne ya Tibet'nin işi? Əskiri vaqaqның palanı. Hindistan nemi qıvatıdı? Xitayını xeyli omdan sekreterlaydigan dövlət o Hindistan mı? Sen nemiş qıvatısa? Uyqoңni içip, Xitay çoqum parçalanıp ketdi. İşenmisan qarab dur. Cuma qeyrindaşlar, uyqumuzu biraz açaylı. Ma vətən qaytıvatqanlar. Özünüzge iyi bulalısınız qaytın. Eyliqi toşturup yazgan nərslərinla qarab, anadikin qarab yıqınla. Aşı qaytıp gelgendikin, moşu turuşluq dövlətninki çigirsin kirisən o. Qaysı yüzün olan kirise. Eyliqi nemege kirip olturup, oy men qaytamayım, oy manda qılmayım dep olturup qaytıp, ahir kelgen yüzünü Polodek deydi o adette çoğunlar. Polodek qıptırıp kirdikense. Anadikin ma davanın işçilikler Orta Asya arkalık. Anadiki olturup, oy manda xoketti, munçı, qarqaşı demesi, hücceti dep oltağa dep, emri çeteldikiler, vatan qaysı buludu dep, naqıp oturup bir sözler kitipti, alayıp olturup. Kimle sözləpəs anlaydıgan bir qulaq oqaptıdır mislə? Uyqunlarını içip biraz olturup turunlar əmdi. Cümü, Xitay parçınıp gəlsə, qaysı yüzünlərinin qayaya kirsilər, onu biraz təyərli qıp durmuşsanlar, ülgürənməyi qalmalar yəni. Rəhmət sizlərə, qeyrindaşlarım.